Endi 3 golli farqni hozirgi o'yini bilan Qizilqumga chiqara oldi. Xayrullo aka, Neftchi oxirgi marta chempion bo'lganda Ibrohim Halil Yo'ldoshev tug'ilgan ekan 2001-yilda. Mana mantiqiy yakun. Va Neftchining hukmronligi Paxtakor bilan kechayotgan kurashlari ostida futbolga shu sohaga kirib kelgan edi. Va yillar o'tdi, og'ir yillar bo'ldi, ligadan tushib ketishlar bo'ldi, Sarkisyanni sog'ingan damlari bo'ldi, lekin ashaddiy muxlislar uni tushmagan ekan. Haligi uzoq yillardan keyin pianist shunday qaytib kelib, pianinasida qanday chalib ketsa, muxlislar ham shunday uddalab ketishdi va mana bu fenomenal gol o'shashuvga mantiqiy yakun yasayapti. Ibrohim Halil Yo'ldoshev menimcha uchrashuvning eng zo'rinchisi va Xayrullo aka Alisher Odilov ham 2001-yilda tavallud topgan. O'zi o'sha avlod vakillari yondirishdi. Kim 2001-yilda? Men degan. 2001-yillarni sindirish degan. Farg'ona viloyati hokimi ham stadiondan o'yinni kuzatib boryapti. Bayram qilayotganligini ko'rdik. Va u uchun ham katta voqelik. Asosiy shaxslardan tan olishimiz kerak. Ravnaqiga hissa qo'shgan, Neftchini qaytishiga yordam bergan va olayotgan futbolchilari ham G'ulom Haydar hozir maydonga tushdi. Olqishlar ostida chiqib ketdi. Endi hozir Neftchini istalgan futbolchini maydondan olsa olqishlaydi-da. Bu muxlislar olqishlashadi. Farg'ona ahli hozir bayram arafasida turibdi. Marushich va Quvondiq Ro'ziyev maydonni tark etdi. Ularning o'rnida G'ulom Haydar G'ulomov hamda Vladimir Yovichlar harakat qilishadi. Ozgina Qizilqum o'sha 2-1 qilgan payti xavotirlantirgan bo'lishi mumkin. Lekin bu yo'lgi Neftchi qaysi paytda qanaqa o'ynash kerakligini bildi. To'g'riladi, hammasini joyiga tushirdi. O'ylangan rejalar Botiraliga alam qilyaptiki, quruq seriyani, ya'ni quruq o'yinlarni o'tkazmoqchi edi. Va u eng yaxshi darvozabon shunga qarab beriladi-yu. Menimcha ham hozirgi holatida ham Kengmi? Hozir da'vogar bo'lish mumkin. Kim bilmay tengmi? Shunday. To'rtta bir yirik hisobda bu. Haqiqiy bayramona o'yin bo'ldi. Neftchi uchun. Haligi asabni qiynab, boshqa qilib, ya'ni bitta to'p farqini saqlab chempionlik qo'liga kiritish sal boshqacharoq muxlislarga ta'sir qiladi. Endi u ham yoqaveradi-yu, muxlislarga oxir chempion bo'lsa bo'ldi, yana to'p olib qo'yildi. 5-chi golga qarab ketayotgan bo'lsak, umuman ajablanmaymiz. Rozi bo'lmadi. Shu joyning o'zida to'pni olib qo'ymoqda. 90-daqiqa tugadi do'stlar va hakam tomonidan 3 daqiqa qo'shib berildi. Bu katta vaqt emas. Ustiga 3 gol farqi bilan borayotgan jamoa uchun 3 daqiqani soniyalarini sanashga ham tayyor hozir Farg'onada muxlislar. Ekran ortida menimcha bayramni boshlab yuborishgan, stadionda bayram kadrlarni kutyapman. Muxlislarni yirik planda namoyish etishlarini kutyapmanki, o'yinning asosiy daqiqasi yakunlangan. Bu tomonda Yovich, Vladimir Yovich, Farruh Sayfiyev zaxiradan o'yinga qo'shilganlar ham tabloga shu joyda zarba yo'llashga qarab berildi. Davom etadi hujum. O'ng qanot. fintlar yarashaveradi, harakatlar. Abrorbek Ismoilov. Abror Ismoilov juda ham erkin o'ynayapti. Kombinatsiya ham yaxshi o'ynaydi. Oxirgi hujumni ham Neftchi amalga oshirib bermoqchi do'stlar. Ya'ni ham yirik hisob yutyapti, ham hujumda tugatamiz chempionlik mavsumini deyapti. Hozir Farg'ona jamoasi. Hozir to'p uzatiladi. Va vodiy futboliga uzoq yillardan so'ng 1,5 daqiqadan so'ng o'yin yakunlanadi hamda mushakbozlik boshlanadi. Stadionni tark etishga shoshilmanglar. Abrorni qo'llab-quvvatlaymiz Abrorni. Abror Ismoilov Iskandarov to'p oldida. darvozaga burchakdan shuncha haligi buyurtmani bajarmadi. O'sha o'tkazsa, u mantiqiy yakun bo'lardi.
Ha, o'zi yaqinlashtiryapti. Hozir yana aylantirsangiz qanaqadir. Sanoqli daqiqalardan so'ng Neftchi chempionlikni nishonlashni boshlaydi. Boshqacha o'ynashdi. Yovich o'tkazib yubordi, lekin Qizilqum qarshi hujumga chiqishi mumkin. Qizilqum vakillari ham oxirigacha harakat qilishyapti. Ular ham matonatli o'ynashdi, qo'ldan kelgancha harakat qilishdi, lekin boyagi o'yini jahonni yoqqan muxlislar yana keyin o'chirishdi. Ha. Choy damlab Endi nima yoqmaydigan bo'lib o'chirishdi. Sarkisyandan keyin shuncha murabbiy ishlarida Levchenko davrida chempion bo'lyapti. Qizig'ali yaqqol murabbiylik salohiyati bilan boshqalardan ajratib turadigan mutaxassis emasdi misol. Hozir ichkariga to'p uzatib beriladi. Final qushdagi bor hozir. Bayram degandek yangraydi. Oxirgi qo'ng'iroq bor-ku maktab. Va bu Neftchini bu mavsumdagi so'nggi o'yin. Aslida bu tomondan ham tushadi. Xorazmga chempion bo'lib boradi. Qaychi ustida tepadimi deb o'ylagandik. Mana zarba. Tiylang. Offside. Hozircha Temurbek To'xtashinov final qushdagini chalgani yo'q. Barcha futbol muxlislariga, Neftchining muxlislariga g'alaba muborak bo'lsin! Qo'ylar yana shu to'rtta tugadimi? Neftchi chempion! Neftchi chempion! Neftchi chempion! Neftchi chempion! Sport TV'da jonli